Assalomu alaykum vatandoshlarım, azizlerim. Mana bugun Ro'za-i Ramazon oyining 11-kuni. Hammangizni shu ayyom bilan tabriklayman. Tutayotgan ro'zalaringiz va qilayotgan ibodatlaringiz Alloh dargohida qabul qilinsin. Mana bugun men sizlarga hozir bitta video qilmoqchiman. 3 ga 2.60 topchan qilyapman. 3 ga 2.60 yana yonboshlari bilan teshildi. Mana teshilyapti yonboshlarini. Mana bu cho'piklar bu yoqqa kiygizilib kiydiriladi, yelim bilan kiydiriladi. Shuning uchun buni teshib chiqishim kerak. Mana uni teshyapman. Hozir bu ishlarni bir o'zim qilishga harakat qilyapman. Ataylab sizga ko'rsatish uchun. Mana agar men bu moslamani qilmasam, mana bu yashikni bu yoqqa qo'ymasam, moslamani qilmasam, bu doskaning og'irligi bu yoqqa bosib ketadi. Mana o'zi bosib ketyapti, mana. Bosib ketadi. Shuning uchun moslama qildim-da. Moslama qildim. Oson bo'lishi uchun. Endi bu yoqqa bu tomonni teshib bo'ldim. Bu tomonni teshib bo'ldim. Endi bu doskani bu yoqqa suramiz tag'in. Bu tomonni qilaman. Bu yoqqa ham moslama qilaman. Moslama qilib, mana aravachani bu yoqqa qo'ydim. Moslama qilish uchun oldindan mosladim. Endi tishlab oldim. Bizga og'irlik bosmaydi, endi og'irlik. Mana. Bismillah. Mana. Mana bu şu tariqa teshiladi. Oyoqlarim o'zi tayyormi? Tayyorlab qo'ydim. Shu usulda shu razmerda teshilgan bular oyoqlarim. Endi buni ko'rsatganimdan maqsad Avozaxon ham aytadi. Biz deydi xalqdan olamiz, xalqqa beramiz deydi. Biz ham xuddi shunga o'xshagan mana xalqdan olamiz, xalqqa beramiz. Chunki buni agar bittasiga shoptor deb iltimos qilsangiz, sheriklarga u to'g'ri usholmaydi baribir. To'g'ri usholmaydi, qiyshayib ketadi. Shuning uchun mana buni moslamani shuning uchun qilganmiz. Bo'lmasa siz ishlolmaysiz. Endi qolganini endigi jarayonlarda yana ko'rsataman, xudo xolasa. Bo'ldi yana.